Xudoning kalomini yodlash kerakmi yoki yo'qmi? Bir obunachi shunday yozdi: Biz Qur'onni yodlaymiz, lekin masihiylar Injilni yodlamaydi. Birinchidan, barcha musulmonlar ham Qur'onni yodlamaydi. Iltimos, hammaning nomidan gapirmang, faqat o'zingizning nomingizdan gapiring. Ikkinchidan, tarixda shunday davrlar bo'lganki, masihiylar muqaddas kitobni yod olishga majbur bo'lganlar. Chunki Injil ulardan tortib olingan va faqat yuraklarda yod bo'lgan kalom qolgan. Uchinchidan, agar Xudo masihiylardan Injilni to'liq yod olishni talab qilganda edi, biz buni qilgan bo'lardik. Ammo Xudo bundan ham chuqurroq narsani talab qildi. U o'z kalomini har kuni o'qishimizni va har doim bunga binoan yashashimizni xohlaydi. Shunda u biz bilan bo'lishini va bizni barakali qilishini va'da qildi. Muqaddas kitobda shunday yozilgan: Tavrot kitobida yozilganlar tilingdan tushmasin. Ularni bitta qoldirmay bajarishning uchun kecha-yu kunduz ular haqida fikr yuritgin. Shunda ishlaring yurishib, o'ngidan keladi. Yashua 1:8. Shu sababli biz masihiylar sifatida muqaddas kitobni har kuni o'qiymiz va unga binoan yashaymiz. Agar muqaddas kitobda va'da qilingan barakalarga ega bo'lishni istasangiz, gunohlaringizdan tavba qiling, Iso Masihni qabul qiling, muqaddas ruhni chaqiring va qayta tug'iling. Chunki faqat ruhdan tug'ilganlargagina Xudoning shohligiga kiradi. Ushbu videoni yoqtiring va izoh qoldiring. Men Xudo bilan yashardim. Men har kuni muqaddas kitobni o'qiyman. Ulashing va obuna bo'ling.